ders anglaydigan vaqt bo'ldi, tamoq yeydigan vaqt bo'ldi, uxlaydigan vaqt bo'ldi degan ifodalashni mushu bir qurilmani o'rganib olsangiz ham deyalaysiz, ha. Masalan, 该听课了 desak, ders anglaydigan vaqt bo'ldi degan gap. 该什么什么了 mundaq vaqt bo'ldi. 该听课了 ders anglaydigan vaqt bo'ldi. 该吃饭了 tamoq yeydigan vaqt bo'ldi. 该回家了 uyga qaytadigan vaqt bo'ldi. 该起床了 o'rningizdan turadigan vaqt bo'ldi. 该睡觉了 uxlaydigan vaqt bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Undaqda hozir sizga qanday qiladigan vaqt bo'ldi? Pinonchida yozib avatib beqing. Ig'iz tilimni yaxshilasam bo'lardi, bildigan so'zliklarim kitobdan qilyotidi, biroq mushu paranglashda qiynayapman deydigan do'stlar menga ayrim uchur qilsanglar bo'ldi. Bosh betda undidar nomeri bor yoki o'zinglarning nomerini bevosita qoldirsanglar bo'ldi, ha. Lekin oldingi shart cho'qim o'rganishga vaqt chiqara oladigan, irodasi bor o'rganuvchilarni qabul qilmay, ammo vaqt chiqara olmaydigan, bir kun hayajonlanib kesma, zodi o'rganib yetaman deb hayajonlanib tura olmaydigan, 2 kun o'rganib 3-chi kuni zerikib qoldigan, yerib qoldigan, bo'shab qoldigan o'rganuvchilar menga gaqmay turinglar. O'zinglarni ravrus dangsab, hech bo'lmasa 3 oy izchil o'rganish holati saqlay olayman deydigan irodanglar bo'lsa, menga uchur qilsanglar bo'ladi. Biz tez suratda yaxshi bo'lgan unumga erishib turib ilgirlashni oxirgi maqsad qilib turib o'rganamiz.